Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-uka va opa-singillar. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga sentyabr oyiga va oktyabr oyiga yangi qabullar ochilgan, shular haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu hozirgi kunda safarimiz necha kunlik, qayerlarda bo'ladi, shular haqida ma'lumotlarni mana shu video davomida barchasini o'zlaring eshitasizlar va albatta yaxshi niyatda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga videomizni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ishlar bilan. Hoji aka, rahmat. Hozirgi kunda qayerlardan reyslarimiz bor va qayerdan uchadi va to'g'ridan to'g'rimi reyslarimiz, taomlarimiz, gastiniya oraliq masofalar, shular haqida ma'lumotlar berib o'tsak. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holidays aziz obunachilari. Bizda safarimiz Centrum Holidaysda 14 kunlik bo'ladi. Xo'p, 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Xo'p, Madinadagi gastiniyamiz oraliq masofasi 100 metrdan 150 metrgacha, xo'p, Makkada esa 800 metrdan 1 kilometrgacha bo'ladi. Xo'p, albatta avtobus xizmatlarimiz ham bor. Xo'p, yoshlarimiz bemalol piyoda, yosh kattalarimiz esa avtobus xizmatlaridan bemalol foydalansa bo'laveradi. Albatta Makkadagi gastiniyamiz xo'p 4 yulduzli bo'ladi. Xudo xolasa Makkadagi taomlarimiz 11 kun o'zbek milliy taomlarida, Madinada esa 3 kun o'zbek milliy taomlarida bo'ladi, xudo xolasa. Bizda umra safarimiz mobaynida 14 kun davomida albatta ko'plab ziyoratgohlarga chiqamiz. Hattoki xo'p Qizil dengizimiz ham bor safarimiz mobaynida. Xo'p, unga qo'shimchasiga hozir Toyif shahriga ham ziyoratlarni amalga oshirishni boshladik. Menimcha ko'plab ziyorat umra firmalarida mana bu holat hali yangilik bo'lgani yo'q. Albatta bizda Centrum Holidaysda tanlovda adashmasa, albatta bizda Toyif shahriga ham ziyoratlarni amalga oshirishni boshlaganmiz. Xudo xolasa. Ya'ni hurmatli obunachilar, bu qanday bo'ladi desalaring, bu bir marta to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoniyatini beradi. Albatta. Mana shu 14 kun mobaynida 2 marta umra ziyoratini amalini bajarishingiz mumkin. Xudo xolasa bu tanlovni biz sizga beramiz. Ya'ni Centrum Holidays bilan birgalikda o'zingizni xotirjam his qilasiz. Eng asosiysi ishonchli va garantiyali tur firma. Rasmiy ofis filiali, ya'ni Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 692-xonadonda joylashgan. Xudo xolasa, hoji aka, hozirgi kunda eng asosiy narsalardan biri narxlari. Ya'ni sentyabr oyiga qaysi sanalarga reyslarimiz bor? Xo'p, sentyabr oyiga Farg'onadan 30-sentyabrga joylarimiz oz qoldi, telefon qilishaversan. Xo'p, Namangandan 23 va 28-sentyabrga joylarimiz bor. Toshkentdan esa har kuni reyslarimiz bor. Bu sentyabr oyini narxlari esa $975 dan telefon qilishaversin. Albatta oktyabr oyini ham qabullarni ochiq deb e'lon qilamiz. Xohlagan sanalarga oktyabr oyidan reyslarimiz bor. Farg'ona, Andijon, Namangan hamda Toshkentdan. 10-oktyabrgacha bo'lgan reyslarimiz narxlari $1050 dan bemalol o'z joylarini bron qilsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Yana bir narsa, hoji aka, hozir mana sentyabr oyida $975 dan to'g'ridan to'g'ri reyslarimiz va oktyabr oyiga $1050 dan dedingiz. To'lov masalasi qanday bo'ladi? To'lovni qanday amalga oshirishadi? To'lovlarni masofadan Telegram orqali Zagram pasportlarini tashab berishadi. Biz bularga bank shot raqamlarini tashab beramiz. O'zlariga yaqin bo'lgan bank filiallariga borib, to'lovlarni amalga oshirib bizga o'sha chekini taqdim qilsa, o'sha kifoya qiladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham yaxshi niyatda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hojidan hoji dadalarimiz kuzatib borayotgan bo'lsalaring, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Eng asosiysi butun O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni Toshkent, Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlari bo'yicha to'g'ridan to'g'ri reyslar, ya'ni Centrum Air samolyotlarida parvozlar amalga oshiriladi. Bundan tashqari har xil turdagi ekskursiyalar va Toyif shahriga ziyoratlar, payg'ambarimizning ravzalari ham kiriladi. Albatta. Обязательно bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol telefon qilinglar, ekranda raqamlarni qoldiramiz. Musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz Telegram, WhatsApp orqali ham murojaat qilishlari mumkin do'stlar. Albatta mana shu Centrum Holidays tur firmasi, ya'ni umra ziyorati kanalidan oldim deyishdi, esdan chiqarmanglar azizlar. Hoji aka, xudo xolasa bir oiladan bir 5 ta 6 tadan odam bo'ladigan bo'lsa, ularga chegirmalar qilib beramizmi? Albatta qilib beramiz. Bitta oiladan 5 kishi bo'ladigan bo'lsa,
Centrum Holidays'dan chiqyapmiz deysa, biz albatta chegara bilan qilib beramiz. Xo'p, Centrum Holidays ham ziyorat, ham ibodat, ham sayohat. Bizdan uzoqlashmanglar, tanlovda adashmanglar. Hammaga rahmat. Rahmat. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'lingizlar. Rahmat hammaga.